Namangandan Toshkentgacha nechta radar bor? bugun sizlar bilan shuni sanab chiqamiz. Ikkita tunneldan o'tdik va 32-radarga yetib keldik. Toshkentga ham kelib oldik. 91 ta radar yo'lda videoga oldik. 3 tasini o'tkazib oldik, ulgurmay qoldik. 272 kilometr ekan Namangandan Toshkentgacha. 94 ta radarga bo'lsangiz, har почти 3 kilometrda radar bor ekan. Yo'lda hisob bo'linglar.